O'rkaga ozgina berilamiz. Bu yerni o'zi yoshligimdan, bolaligimdan bir shaxsiy mani xonam sifatida qabul qilib o'zimga shunaqa narsa chiqarganman-da, xulosa deymi yoki o'shanaqa qizg'onishmi, o'zimni xonam bu. Va iloji boricha bu yerni tozaligini ham har safar bu yerni ishga tushirishimdan oldin yozda o'zim qilaman. Xotinim bor, bolalarim bor bo'lmasa, lekin ularga nima qilmayman, shuni buyurmayman, o'zim qilishga harakat qilaman. Shu bu yerni bitta narsasi bor do'stlar. Bilmayman endi kimda qanaqa, kimda nechik, menda shunday bir narsa bor. Shu yerni uburga qilayotgan jarayonimni o'zida ishlagim kelyapti. Bir o'zimni ham changlarimni artyapman-da, tushunyapsizmi? Shunaqa hissiyot paydo bo'ladi va shu ofisni tushirgunimgacha maza qilaman o'sha jarayondan. Oziqlanaman. Moddiy emas, balki ma'naviy juda ham zo'r ozuqa beradi. Shu yerni artishim, tushunyapsizmi? Changlarimni artishim, kitoblarimni eslashim, mana shu joyni yana o'sha ijodga sho'ng'ish deymizmi? O'rganish jarayoniga sho'ng'ish, bu mana shunaqa jarayon. Shaxsan menda shunaqa ketadi. Bir jarayon boshlandimi, haftalab, 10 kunlab, oylab hattoki bitta mavzuni ustida chuqurlashaman. Va o'zimcha bitta xulosaga kelmagunimcha to'xtash yo'q. O'rganish jarayoni menda shunaqa tarzda kechadi. Xo'p. Pianinamizni ham artaylik. Pianinoni ham endi bir sozlatib berishim kerak, do'stlar. Yaxshi pianino sozlaydigan bratlar bo'lsa, taklif qilamiz. Aloqaga chiqsinlar, komment yozib qoldiringlar. Shu pianinamizni ancha bo'ldi sozlatmadik-da. Bir sozlatib berishimiz kerak. Sesi yomon emas lekin, bir narsa qara solaymi? Yosh vaqtimda Qish sonatasi degan bitta kino chiqadi. Bizlar ham 15-16 yosh vaqtimizmi? Juda ham qonimiz shiddat bilan oqib turgan payti. O'sha paytlari o'rganganman. Ixlos bilan Qish sonatasi muzikasini chalib beraymi? Keling, chalamiz yaxshi. Shuni bajardi. Mana shunday narsa edi. Xo'p, pianinoni yoshligimizdan bizani hamma uyimizda, hamma hovlimizda pianino bo'lgan. Endi sanatsiz neizbежно deydimi? Shunaqa sharoitda o'sganmiz. Endi yana dars ketamiz, ishlab, tozalab, cho'tkab chiqaman bu yerni. Keyin kompyuterni o'tiraman bu yerga. Kompyuterni o'tirib, chiroylatib, tozalab qo'yib qo'yamiz, xudo xolasa. Paka bir pauza berib turamiz.
Onlar tıkına kaptırdı. Ofis tayyor. Açıldı. Neden Mustafa Ambay'la? Mustafa sana şeyde zaten var zaten. Ama Tolga igracılıyım. Kitabımı okuyacağım mı? Kitaba da kızık sıramız durur. Yazımız başlandı. Özüm çok analiz etken ben de. Chicago'da doğulganman, nöçün bunayım, karakterlerim nöçün bunayım. Bazı bir narsalar var, endi siz kılıp duradigan, boshqalardan ajratib turadigan narsalar. San'atkorlar oilasida doğulganmiz endi bize. Atmosfera şu san'at, ilm, ma'rifat, высокий уровеньda turadigan bir muhit ustunlik qilgan. O'zingni kamchiliklaringni to'ldirishar va ayamasdan bir-birini tanqid qiladigan bir oila, bizning oila. O'shaning uchun ko'p shug'ullanar edik, ko'p harakat qilganmiz. Yaxshi inson bo'lishga, o'zimizni shakllantirishga. Lekin bu insonning hayotida ta'sirlangan onlari baribir hayotini o'zgartiradigan darajadagi voqealar kam bo'ladi. Shulardan bittasini aytib berayman. Biz endi maktab vaqtimizda o'qib yuribmiz, boshqa aytamiz, no maktabda juda ham bir fidoyi domlalarni qo'lidan o'tganman. Nabula degan bitta domlamiz bo'lar edi. Mana shu Ogohiy 21-son Xorazm viloyati Urganch shahri 21-son tarix maktabi, tarix faniga ixtisoslashtirilgan maxsus maktab edi. O'sha Nabulaga o'sha yerda direktor o'zi yiqqan eng zo'r pedagoglarni bir joyga fidoyi inson. Bunaqa zo'r maktab ochib Xorazmda biz yoshlarni o'qitishgan. O'sha yerda ta'lim olganman. O'sha yerda bitta voqea esimdan chiqmaydi-da. Men hayotimga ta'sir qilgan u ilm, ma'rifat, u o'qish, o'zingni shakllantirishdan tashqari. Maktab ko'chasida Deshamda tualet bo'lar edi, hojatxona. Erkaklarniki alohida, ayollarniki alohida bo'lardi, lekin erkaklarniki oq devor eklangan. Butun yoqimsiz yozuvlar, uyatli yozuvlar, shunaqa narsalar kesakda chizib tashalganda bo'yab yoqimsiz bo'lib yotibdi. Endi biz ham o'sha paytda 7-sinfmiz. Men qilmaganman, boshqa bolalar qilganda endi shuni. Biz ham shu yerdan kirib chiqamiz. Keyin hammamizni yig'dida nima bo'ladi? Direktorimiz semizroq kishi katta devorni o'zi bir hallaslab deb ortib turibdi-da. Yonina borsak, domlarimiz desak, biz aytamiz qo'ying desak, yo'q qarab turinglar deydi. Shuning bilan qator terib qo'ydik. Biz o'g'il bolalarni, maktabning o'g'il bolalarini terib, yangidan ortib turibdi. Keyin ortib bo'ldi, oppoq qildi-da, borma darsingizga kiranglar. Mana shu devor, hojatxona devori biza bitirib ketincha oppoq bo'ldi. Top-toza. Endi bu bitta pedagogligidan 7-sinf bolalar urib so'yib qildirsa bo'ladi shuni bizaga. Lekin urib so'yib qildirsa, u devor yana bo'lashadi. Pedagogligi uni bizani vijdonimizga xitob qilyapti-da. Oppari vijdonimizga deydi, 7-sinf bolani vijdonini topyapti va teginib qo'yapti. Qara, mana shu. Yana shu vijdonsiz bo'lsam, qani marhamat deyapti. Bo'yaman demadi u bizga, qaytib aytmanglar ham demadi. Ortib bo'ldidan ko'zimiz oldida sizlar kirang dedi darslaringizga. Mana pedagogika. Shunaqa insonlar bizani endi uning domlalarimiz juda ham ko'p aslida. Hali videolarimiz davomida aytib boramiz birma-bir. Endi bu bir meni hobbim. Videolarni olib, o'zimning hikoyalarimni, hayot hikoyamni bitta blog qilish.
niyatidaman. Keyin mana hozirda Medinstitutda dars beraman. Bolalarga gistologiya fanidan. O'zim ham bitta pedagogman va shunaqa ustozlarning hikoyalarini, fidoyi mediklarni, professorlarni hikoyalarini sizlarga ham ko'rsatmoqchiman. Hozir yashab turganlaridan intervyu olmoqchiman. Bu narsani boshlaganlik sababi xalq va tibbiyot xodimlari yoki ilm ma'rifat egalari, ziyoli odamlarni orasida bir kichkina ko'prikcha qurish iloji boricha o'ylaymanki, kichkina bir ko'prik. Nozik o'sha qil ko'prik deydi-ku, o'shanaqa bir ko'prik vazifasini bajaradi bu, chunki unaqa bir ko'prikdan o'tish oson bo'lmaydi. Ularni tushunish, boshqa qilish, ularning hayotini nimaga fidoyi bu insonlar, shu jihatlarni ko'rib chiqamiz. Buni bilgan biladi. Bizga ko'p kontent kerak emas. Bir ikkitasi chiqsa ham, mana shu videolardan ta'sirlanib o'zini zo'r shakllantirsa ham, o'ylaymanki, biz uchun katta bir yutuq bo'ladi bu. Qilamiz shunaqa ishlarni. Tibbiyot xodimlari, doktorlarimiz bor. O'zimning kursdoshlarim bor, yaqinda 10 yillik bo'ldi. Bitirganimizga, Medinstitutni bitirganimizga ham 10 yil bo'ldi birpasda. O'shalarning kursdoshlarimni taklif qilaman ko'rsatuvga. Ular bilan ko'rsatuvlar qilamiz, videolar qilamiz. Juda qiziqarli bo'ladi. Zo'r voqealar bo'lgan, aytib beraman. Tibbiyotga xos, o'sha studentlik paytimizdagi zo'r vaqtlar. Eslaymiz ularni ham. Hozir ishlab yurgan joylariga boramiz, boshqa qilamiz. Endi bu birinchi videomiz. Kamchiliklar bo'lsa uzr. Iloji boricha kommentlarga kamchiliklarni yozib, keyin kamchiliklarga alternativ nima qilishliklarini ham o'rgatinglar, sizlardan ham o'rganayman. Chunki men hamisha darslarimda ham bolalar bilan ochiq, erkin muloqotni yaxshi ko'raman va ulardan ham bir narsalarni o'rganishga harakat qilaman. Ya'ni o'zaro paslashish zo'r ijobiy natija beradi deb o'ylayman. Xo'p, buguncha kirish videomiz shu bilan tugaydi. Keyingi videolarimizga kutib qolinglar. Xudo xolasa sizlar bilan beni yüreğine yaz, buluşuruz biraz, yine aşık oluruz, aşk bize has.